Ko'pchilik bolaligida Kelajakdan kelgan mehmon Gostya iz будущего telefilmini maroq bilan tomosha qilgan. Alisa Seleznyovaning sarguzashtlari haqidagi 5 qismli telefilm bosh rol ijrochisi Natalya Gusevaga chinakam shuhrat keltirib, uni butun sobiq ittifoqqa mashhur qilgandi. Natalya Yevgeniyevna Guseva turmushga chiqqanidan so'ng Murashkevich 1972-yil 15-fevralda Vengorodda tug'ildi. 1983-1988-yillarda 5 ta badiiy filmda suratga tushdi. Ayni paytda professional biokimyogar, immunobiologik preparatlar ishlab chiqarish rahbari. 2008-yilda 20 yillik tanaffusdan so'ng bir nechta kino va teleloyihalarda ishtirok etdi. 1983-yilda Natalya o'qiydigan maktabga Gorkiy nomidagi kinostudiya assistenti keldi. U nutqi yaxshi bolalarni qidirayotgandi. Natasha tanlab olinganlar qatorida edi. Uni sinovga taklif qilishdi. Shunday qilib, uning kinodagi birinchi roli Xavfli mayda narsalar qisqa metrajli filmidagi o'quvchi qiz paydo bo'ldi. O'z roliga ovoz berayotganda Natasha Pavel Arsenovning yordamchisi nazariga tushdi. Arsenov Alisa Seleznova roliga qiz qidirayotgandi. Arsenov bilan tanishganda Natashaga shunchalik hayajonda ediki, tug'ilgan yilini 1972 deyish o'rniga 1872 deb yubordi. Bu rol Natashani mashhur qildi. Uning sobiq ittifoqdan tashqarida ham muxlislari bor edi. Biroq u bunday mashhurlikka tayyor emasdi. Kelajakdan kelgan mehmondan so'ng u Asr poygasi, Nafarmon shar va Koinot irodasi filmlarida suratga tushdi. Biroq bu rollar Alisa Seleznyovachalik mashhur bo'lmadi. Shundan so'ng Natashaning kinodagi faoliyati oxiriga yeta boshladi. 1989-yilda unga Avariya, Mendning qizi kriminal dramasidan rol taklif etishdi. Biroq unda zo'ravonlik sahnalari bo'lgani uchun Natalya taklifni rad etdi. Keyin ham unga kinodan bir nechta rol taklif qilishdi. Biroq Guseva ularning hammasida yangi ruslarga xos sahnalar bo'lgani uchun rozi bo'lmadi. Natalya hech qachon professional aktrisa bo'lishni orzu qilmagan, chunki bolaligidan biologiyaga qiziqardi. Kinoda suratga tushishni esa bolalikdagi sarguzasht debgina hisoblardi. U 1989-yilda maktabni tamomlab, Lomonosov nomidagi Moskva nozik kimyo texnologiya institutining biotexnologiya bo'limiga o'qishga kirdi. 1994-yilda institutni tamomladi. Shundan so'ng ancha vaqtgacha ilmiy tadqiqot institutida ilmiy xodim bo'lib ishladi. Keyin Natalyaga qator infeksion kasalliklar tashxisi uchun immunoferment test tizimlari ishlab chiqish va ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan kompaniya rahbari bo'ldi. 2009-yilda Natalya kinoga qaytib, Alisaning tug'ilgan kuni multfilmidagi rolga ovoz berib, Quymachilik sexi teleserialida kichkina rol ijro etdi. 1993-yilda Natalya Denis Murashkevichga turmushga chiqdi. 1996-yil ular qizli bo'lib, qizaloqqa Alisa deb ism qo'yishdi. 2001-yilda Natalya eri bilan ajrashdi, ammo uning familiyasida qoldi. 2013-yilda aktrisa, dizayner, art direktor Sergey Anbinderga turmushga chiqdi. 2013-yil fevralda oilada qiz tug'ildi. Unga Sofiya deb ism qo'yishdi. Hozirda Natalya Guseva ishlamaydi, butun vaqtini kenja qizining tarbiyasiga bag'ishlagan.